Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xo'sh, navbatdagi yana bir mebelimizni sunibga jarayonini tugatdik. Xo'sh, bu mebelimizni Shahrixon tumani Sara Osiyo ko'chasiga sunibga qildik. Xo'sh, mebelimiz o'sha joyi 3.45 holatda bo'ldi. Xo'sh, bu tarafi 3.10 holatda bo'lgan. Antresollik 3 etajli holatda bo'lgan. Xo'sh, kafellar mebel ichida bo'ldi. Akril materialda bir pogona metrini 2.700.000 so'mdan sunibga qilganmiz. O'sha holatda 11.600.000 so'mga mebelimiz tayyor bo'ldi. Mebelimiz ichida xo'sh, mo'ykamiz, semisitlari, xo'sh, tepasida mana suv shulkasi bor. Xo'sh, bu yoqda patnusimiz bor. Mana tagchalarimiz har doimgi ishimizda sochiladigan turbalarimiz bor. Xo'sh, vakuumli holatda bo'lgan. Bu hali deniydan ulab ketganmiz. Tagiga paddonlari bor. Xo'sh, paq kronka. Ichlari ham paq kronkada bo'lgan. Xo'sh, temir ruchkalarida kafel mebelchi bo'ldi, filmuslari o'sha qo'yilgan. Xo'sh, temiri qo'yildi. Xo'sh, bunaqa joyini ham o'rab ketganmiz. Filmusi bilan qirg'alarini ham. Xo'sh. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekraninglarda ko'ringan raqamlarga aloqaga chiqa olasizlar.